Basis Mebelshik programmasi orqali GitLabga eksport qilishni o'rganamiz. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga esa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Modelimizni ochamiz. Chizib bo'ldik modelni deylik. Tayyor. Kromkalarigacha, kripojlarigacha hamma narsasi tayyor, 100% tekshirdingiz, analiz qildingiz. Xullas, o'yinsiz shu uslubiga berishga tayyor. Endi bermoqchisiz Emanga yoki qaysidir uslubiga o'zingiz viloyatingizdagi GitLab bilan ishlaydigan firmalarga bermoqchisiz. Uning uchun nima? GitLab skript kerak bo'ladi. Telegram kanalimga kirsanglar, linkini qo'yib qo'yaman. Kirib, bemalol skript yo'q bo'lsa, skriptini ko'chirib olishingiz mumkin. Bosamiz bunga bir marta. Eksport chiqdi. Bu joyda hamma nastroykasi har xil bo'ladi. Agar imam bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, men buni skrinshotini kanalga tashab qo'yaman. Kanaldan olib, o'zingizlarning GitLab'inglarni shu nastroyka bilan to'g'irlab olishingiz mumkin. Keyin ularda ошибка bermaydi yoki qaysidir joydan to'g'irlab keling degan muammolar bo'lmaydi. Eksportni bosamiz. Рабочий stolga masalan, любой nomni qo'yib qo'yamiz. Okey. Tayyor bo'lgan faylimizni mana e'tibor bersanglar, project deb fayl saqlanib bo'ladi. Bu proyekt fayl, ya'ni GitLab shu formatda o'qiydi. Endi bu formatni qaysi uslubiga bermoqchi bo'lsangiz, shu konstruktorlarga Telegramga tashab bersangiz, ular bu faylni ochadi-da, sразу xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Teshib, kromka qilib, kesib, kerak bo'lsa upakovka qilib, dastavka ham qilib beradi. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Har kuni yangi video chiqishga harakat qilaman.